Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan ko'z shifokori Zohirjon Abdunazarov. Yana YouTube kanalimiz orqali ko'rishib turganimdan xursandman. Lazer operatsiyalaridan so'ng go'yoki chiroqni yonib o'chirgandek bemorlarning ko'rish darajasi bir zumda tiklanadi. Aslida ham shundaymi? To'g'ri, bemorlar uchun shunday. Ya'ni operatsiyaning juda qisqa davom etishi, 5-10 daqiqa davom etishi va operatsiyaning mutlaqo og'riqsiz va hatto operatsiya jarayonida hech qanday ukollardan foydalanmaslik va operatsiyadan keyinoq ko'rish darajasining to'liq tiklanishi bu bemorlar uchun go'yoki chiroqni yonib o'chirib, ko'rish darajasini yaxshilab qo'ygandek tuyuladi. Aslida ham shundaymi? Yo'q, aslida bu juda murakkab bo'lgan optik mikrojarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Lazer korreksiya operatsiyasi qanday kechish haqida gapirishdan avval ko'rish darajamiz nega past bo'lishi haqida qisqacha tushuntirib o'tsak. Insonlar yaxshi ko'rishi uchun tashqaridan nur ko'zning ichiga to'g'ri tushishi kerak. Ya'ni ko'zning asosiy shoh pardasi tashqaridan kelayotgan nurlarning ko'zning to'r pardasiga tushirib beradi. Ba'zi bir insonlarda ko'zning shoh pardasining qavariqligi haddan tashqari yuqori bo'lishi va aksincha haddan tashqari past bo'lishi yoki ko'z olmaning uzunligi normaga nisbatan uzunroq yoki kaltaroq bo'lishi bu tashqaridan kelayotgan nurlarning ko'zning to'r pardasining markaziy chuqurchasiga to'g'ri tushmasligiga olib keladi va shu sababdan insonlar xira ko'radi va bunday holatlarda birinchi yordam sifatida bemorlarga ko'zoynak taqish tavsiya etiladi. Ko'zoynak taqishni xohlamaydigan insonlar lazer korreksiya yordamida ko'rish darajasini tiklashi mumkin. Lazer korreksiya jarayoni qanday kechadi? Bu operatsiyaning mazmuni ko'zning shoh pardasini juda nozik tarzda shaklini o'zgartirish bilan undan o'tayotgan nurlarni to'r pardaning markaziy qismiga to'g'ri tushadigan qilish maqsad hisoblanadi. Ya'ni ko'zning shoh pardasini yuzasini lazer yordamida ishlov beriladi, juda nozik ishlov va uning shakli o'zgartirilib, nur to'g'ri o'tishiga yordam beriladi. Va bizga bunda to'lqin uzunligi 194 nanometr bo'lgan eksimer lazer nurlari yordam beradi. Bu nurlar shoh pardaning to'qimasini mikronlar darajasida shaklini o'zgartiradi. Ya'ni qanday? Ya'ni bu joyda -1 ni yoki +1 ni olish uchun bor yo'g'i shoh pardaning 12 mikron qalinligi yo'qotiladi. Yo'qotish jarayoni bu kuydirish emas. Bu molekulyar darajada parchalash hisoblanadi. Ya'ni lazer nuri shoh parda to'qimasiga tushganda u bu holatiga o'tadi va jarohat katta bo'lmaydi. Operatsiyadan so'ng esa ko'zning ko'rish darajasi darhol tiklanadi. Ko'zoynak taqishni xohlamaydi-ku, lekin lazer operatsiyadan ham qo'rqib yurgan bemorlarimiz uchun qisqacha statistik ma'lumotlarni taqdim etamiz. Hozirgi kunda 40 milliondan ortiq bemorlar ko'rish darajasini lazer yordamida tiklagan va har yili 2 milliondan ortiq bemorlar bu muolajaga borib o'z ko'rish darajasini tiklab ko'zoynak va kontakt linzalardan xalos bo'lib kelmoqda. Statistik ma'lumotlarga qaraganda LASIK operatsiyasi 98%, FRK va SMILE operatsiyalari esa 97% holatlarda muvaffaqiyatli hisoblanadi. Ba'zi bir asoratlar uchrab turadi. Eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri bu ko'z yuzasi quruqlik sindromi. Bu ham vaqtinchalik, ya'ni 3 oy va 6 oydan so'ng bu holat o'tib ketadi. Va undan keyin uchrab turadigan asoratlardan biri minus qaytishi yoki operatsiya jarayonida, ya'ni noto'g'ri o'lchovlar olingan holatlarda minus qolib ketish holatlari. Ya'ni bemor tekshiruv jarayonida minus noto'g'ri o'lchandi va shu asosida shifokor operatsiya qildi va bu holatlarda minus qolib ketishi mumkin. Bu asoratlar bor yo'g'i 2-3% ni
tashkil qiladi. Ya'ni 100 tadan 2 ta odamda bo'lish ehtimoli bor va bunday holatlarda ham qayta lazer operatsiyasi yordamida ko'rish darajasini tiklash mumkin. Lazer operatsiya jarayonidan so'ng bemor ko'r bo'lib qolishi mumkinmi? Bunday savollar ham uchrab turadi. Hozirgi zamonaviy lazer uskunalari va operatsiyadan keyingi zamonaviy davo choralari bu asoratni hozirgi kunda nolga tushirgan. Ya'ni hozirgi kunda hech bir inson lazer korreksiya operatsiyalaridan so'ng ko'r bo'lib qolmaydi. Ya'ni butunlay ko'r bo'lib qolmaydi. Agar sizda ko'zoynak bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling va sizning ko'zingizga to'liq tekshirgan holatda o'zingizga mos bo'lgan lazer korreksiya operatsiyalarini tavsiya etib, ko'rish darajangizni 100% gacha tiklashga yordam beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.